Spark avtomobili nasib qildi sizga. Tabriklaymiz. Rostdan jonli zamon bo'lsin. Men Samarqand viloyatidan o'tmadim. Samarqand Bulung'ur. Xudo so'rganiga gruppaga qo'shilib qoldi qaytadi. 10 so'm ekan. Xudo bersa berar bitmasa, shu so'mlar ketsa-ket qozonamiz bari yetishidan deb. Kechlik tashladim. Assalomu alaykum Milliy show muxlislari. Meni qizim Fatima Leninga turib Milliy show enosidan bitta bilet olib turib Milliy show enosiga qatnashgandi 18-turga. Meni Xudoyim taolo aniqgan ekan, meni Spark yutib oldi. Meni bugun nasib bo'lsa, men Spark olib ketyapmiz. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarga, to'ylarga minaylik. Yurtdoshlar, mana biz Bulung'ur tumanidan keldik. Kelinim Kaliningrad shahrida Milliy showga bir inson o'zini qiziqishi bor-da. Hamisha yaxshi niyat qilaydik. O'g'ilcham bilan aytaydim, shu kelinimga bitta Spark olib ber, meni postoyanno mindirib yursin deydim. Xudo bizlarga shunchalik oq yo'l berib, kelinimga birinchi o'yindan Spark mashinasini yutib oldi. Bu o'yin hammaga omad, baxt olib kelsin. Mana shu elda yurtda xizmatdan charchamangizlar. Qolaversa hammani Ramazon oyi buyuk darhayat kunlari hammani tabriklaymiz. Hammani xonadonida yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Ilohimga shu insonlar ko'plar yutishsin. Yaxshi niyat bo'lsa, niyatingiz yaxshi bo'lsa, hamisha omadingiz birinchi o'rinda bo'lar. Endi aziz obunachilar, endi bu o'yin hammaga ham chiqavermaydi. Mana o'yinga chiqmaganlar, taylagan onalaringizga rozi bo'lingizlar. Birda sizga, birda bizga deganday ilohim sizlarga chiqsin. Milliy show zo'r.